Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Xo'sh, qaranglar, bugungi videoda texnikumda tashlandiq binoda 24 soat aylanib chiqaman va polnishi ko'rasizlar, qanaqa bo'lib ketganini. Bu yerda menga o'sha murojaat qilishdi, bu yoqqa kelib ozgina video olib keting deyishdi. Men buni texnikumni ichida shu g'alati ovozlar eshitilayotgan ekan. Shunga men hozir texnikumga qarab kirib kelman ichkariga. Ko'p turishingiz mumkin. Hamma bezilib yotibdi. Mana shu texnikumda g'alati ovozlar eshitilayotgan ekan. Hozir sizlar bilan shu ichiga kirib ko'ramiz. Polnishi ichini podvali, polnishi hamma yog'iga kirib chiqaman, podvaliga hamma yog'iga kirib chiqaman. O'zingizlar ko'rasizlar. Videoni boshida esa bitta like, comment yozinglar va obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin. Chunki endi ichkariga kirib ketilyapti. Ichiga qarab kirib ketganman. Xo'sh, ko'ramiz. Buni ichida qani ko'ramiz. Buni ichida nimalar bor ekan va nimaga unaqa g'alati ovozli eshitilayotgan ekan? Ko'ramiz. Hozir sekin kirib ketganman. O'rtoqlar, mana o'zi kirib keldim ichkariga. Xo'sh, ko'ramiz. Buni ichida nimaga unaqa g'alati ovozli eshitilayotgan ekan? Hozir ko'rib chiqamiz. Buni podvaliga ham tushaman. Ko'rasizlar. Ichi esa shunaqa bo'lib ahvol. Buzilib yotibdi. Hozir esa podvaliga tushishda oldin birinchi va yaqin tepaga chiqib ko'ramiz. Tepada qani ko'ramiz, tepada qani nimalar bor? Nimaga unaqa ovozlar eshitilyapti? Menimcha podvaldan eshitilayotgan bo'lishi ham mumkin. O'shani hozir ko'ramiz. Mana o'sha buyoqqa polnichi qarab chiqyapman. E'tibor beringlar oyog'imga. E'tibor beringlar. O'sha endi tepaga chiqilyapti, endi tepaga chiqaman. Xo'sh, mana boya bu yoqqa ko'rsatgan joyim o'sha tepa tarafida. Mana buzilib yotibdi hamma yoq. Endi tak, hozir esa endi podvalga tushamiz. Qani ko'ramiz, podvalda qani nima bor, nima yo'q. Video davom etadi. Ana ketdik podvalga. Mashinalar ovozi eshityapti. Hozir podvalga tushib ketganman, podvalda ko'ramiz. Nimalar bor, nimalar. Podvalga tushishdan oldin sizlarga bilan aytib, podvalga tushishdan oldin bitta obuna bo'linglar. Let's go. Ketdik. Mana eshik yopilib qolibdi. Barchaga alqishlar bo'lsa kerak.
chiqib ketdi. Mana o'rtoqlar video davom etadi. Anqadoriyaga tushib ketilyapti. Ish bo'layam yo'q. Alloh. O'sha o'rtoqlar bu yerdan chiqishga yo'l ham bor ekan. Avvaldan o'sha chetdan chiqib keta qolaman. Mana Adolli bu yerdan orqa eshikdan chiqib ketadigan yo'l ham bor ekan. Orqa eshikdan chiqib ketdim. Xayr o'rtoqlar, sizlarga yoqqan bo'lsa like bosasizlar va obuna bo'linglar. Sizlarga yoqqan bo'lsa like va komment yozib qo'yinglar. Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar.